Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini bo'lsin. Germaniyaning München shahrida Sharq Turkistonni tanishtirish asos maqsad qilib elib berilgan Turan jug'rafiyasining qayg'usi Sharq Turkiston temasida yig'in o'rinlashtirildi. Germaniyaning München shahrida mushu oyning 10-kuni Germaniyadagi turk tashkilotlarining taklifi bilan Turkiya Nida universitetining o'qituvchisi, yozuvchi va turk milliyatchisi Gazi Karabulut va Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Turg'unjon Alovuddin, qurultayning sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa, Dunyo Uyg'ur qurultayi uchur axborot markazining mudiri Iftixor Abdurashidlarning qatnashishida Turan jug'rafiyasining qayg'usi Sharq Turkiston temasida Sharq Turkistonni tanishtirish maqsad qilingan maxsus yig'in o'rinlashtirilgan. Bu yig'inda so'z qilgan Gazi Karabulut Uyg'ur tarixi, buguni va qurgan davlatlari Türk dunyosi qo'shgan tuhfalar haqida to'xtalib, Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosati natijasida Uyg'urlar yashash huquqi, badan va aqliy butunlik huquqi, majburiy emgakni rad qilish huquqi, erkinlik va bexatarlik huquqi, insonning shaxsiy va oila hayotiga hurmat qilish huquqi, fikr va ifodalash erkinligi, din va vijdon erkinligi qatorliq eng aqalli insoniy haqlardan butunlay mahrum qilindi. Xitoyning bu siyosatlarining faqat bir maqsadi bor. Bu bo'lsa-mu Sharq Turkistondagi turk aholisini yo'qotish. Bugungi kunda Uyg'urlar faqat turk va musulmon bo'lganlik uchun jamiyatning qolgan qismini qaraganda texmi cheklik harakat doirasida yashashga majbur bo'lmoqda. Hayotning har qaysi sohalarida to'salg'ular paydo qilinmoqda. Kishilik huquqidan foydalanish tirishchiliklari terrorlik harakati deb qaralib, jazo lagerlariga avatilmoqda. Xalqaro matbuotlarda Uyg'urlarga qarshi yo'l qo'yilgan har bir siyosatning qirg'inchilik va assimilatsiya maqsadiga asoslanganligi va Xitoyning bu millatni yo'qotish uchun qirg'inchilik qilib berayotganligi xabar qilindi. Bu ma'noda aytganda, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi yo'l qo'ygan siyosatlari xalqaro qonunning barliq asoslariga, bo'libmi Xitoy qatnashgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining hujjatlariga va kishilik huquqiga oid barliq hujjatlarga xilof. Buni aslo qabul qilg'ili bo'lmaydi. Sistemalik yo'l qo'yilgan assimilatsiya siyosatlari Xitoyning kishilik huquq va irqiy kamsitishini markaz qilgan. Bu butkul insoniyatni qonun jihatdan javobgar bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu ma'noda aytganda, bu siyosatlarga qarshi turk dunyosi va Turkiya amaliy harakatga o'tishi shart. Bu jinoyatning hech qanday aniqlamasi va o'ziri yo'q va bu haqda murassalashishga bo'lmaydi. Bu bir irqiy qirg'inchilik deganni ta'kidlagan. Mazkur yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Turg'unjon Alovuddin so'z qilib, Gazi Karabulut apandi bugun bu yerda Sharq Turkistonni bizning kelgan yerimiz, turklarning ona makoni deb aytdi. Albatta, Sharq Turkiston yolg'iz Uyg'urlarning emas, balki turklarning kelgan yeri, turklarning qadimda davlat qurgan yeri. Biz turk xalqining Sharq Turkiston davosida Uyg'urlarning yanida bo'lishini va bizni unutmasligini umid qilamiz deganini ta'kidlagan. Doğu Türkistan'ı unutmayın, bizim diye kafanızda olsun. Türk'ün yeri, Türk'ün geldiği yer, Türk'ün yaşadığı yer, Türk'ün imparatorluklar, devletler kurduğu yer. Hocamız anlattı. Orada bunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, hepsi orada kurulmuş. Mazkur yig'inda so'z qilgan Dolqin Aysa apandi Sharq Turkiston masalasini, o'tmishimizni, Sharq Turkistonning tarixini va Xitoydagi vahshiyliklarni ilmiy usulda xulosaladi. Men bugun bu yerda oldi bilan barliq onalarning onalar bayramini tabriklayman. Bu yerdagi hammanglar bugungi kunda onalar bilan telefonda so'zlasha oladi, salom yo'llay oladi yoki onalari yanida bo'lsa gul sovg'a qila oladi. Ammo biz buni qila olmaymiz. Professorimiz ilgari tilga olgandek, onam 2018-yili 70 necha yoshida Xitoy jazo lagerida vafot bo'ldi. O meningdek siyosatchi yoki faoliyatchi emas edi. Uning jinoyati ona bo'lish, turk bo'lish, musulmon bo'lish va mening onam bo'lishi edi. Bu faqat mening beshimga kelgan fojia emas, balki butun Uyg'ur muhojirat yashayotgan o'rtaq qismat. Sharq Turkistonda millionlagan kishilar jazo lagerlarida. Mening onamga o'xshash minglagan onalar bosqinchilik va qiyin-qistoq o'lim fojiasiga uchraydi. Dunyoning har qaysi joylarida rahimsizliklar yuz beryotdi. Eronda urush bo'lyotdi. Somalida va boshqa joylarda rahimsizliklar yuz beryotdi. Ammo hech bo'lmaganda bularni dunyo matbuotlaridan, televizorlardan
Gazetlardan ko'ra olasiz. Bizning bundaq huquqimizmi yo'q? Sharq Turkistonda Uyg'urlarning ota-onasining qabrisida duo qilishimi cheklangan. Dunyoning hamma yerida zulm bor, ammo biz boshdan kechirayotgan narsa boshqa narsa. Kishilar faqat assalomu alaykum deganlik uchun ayblanadi. Maktablarda Uyg'urcha, ya'ni Mahmud Qashqarining ona tili cheklangan. Faqat maktablarda emas, hatto oilalardami. Biz vatanimizga vaqtimizda Turkiya biz uchun nihoyat muhim edi. Kishilar hajga borganda Istanbulda to'xtab ko'rmasa, o'zining hajini kamtuk his qilishadi. Biz uchun Turkiya faqat bir davlat emas, balki umid va qarindoshlikning manzili edi deganlarni ta'kidlab, navbatda Turk dunyosi va Turkiyaning Sharq Turkiston davosiga tutgan pozitsiyasi, Xitoyning qirg'inchilik jinoyat oldidagi sukutini buzishi va Sharq Turkistonning taqdiri uchun amaliy va hal qilg'uch pozitsiyaga o'tishini o'ttirib qo'ygan. Dediğimiz gibi insan selamünaleyküm dediği için bir Müslüman evladı selamünaleyküm dediği için öldürülüyorlar. Diyemiyoruz zaten. Sokaklarda giderken cep telefonunuzu soruyor, kimliğiniz diye cep telefonunuza bakıyor. Ha, selamünaleyküm bir kelime bulduğu zaman sizi yetiyor toplama kampları götürüyor. Evet. Böyle bir dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz onu. Kendinizi Türk dediğiniz zaman toplama kampları görüyorsunuz. Evet. Dünya Uyghur Qurultayı vakillari o'miki Türkiye parlamentida muhim yig'inlar o'tkazdi. Dünya Uyghur Qurultayıning bayonotchisi, Dünya Uyghur Qurultayı vaqfisining raisi professor doktor Erkin Ahmad va Dünya Uyghur Qurultayıning vakili Xayrullah Efendigillar 2026 yili 7 may payshanba kuni Türkiye Büyük Millet Meclisi'de ziyorat bo'lib, Sharq Turkiston davosini qo'llaydigan parlament a'zolari bilan uchrashib, ularga Sharq Turkistondagi eng yangi vaziyat to'g'risida ma'lumot berib, ikki muhim doklad sungan. Qurultay vakillari o'migi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dagi ziyoratida Mo'la parlament a'zosi, Yangi yo'l partiyasining muavin guruhi boshlig'i doktor Selçuk Özda, Gaziantep parlament a'zosi Ertuğrul Kaya va Milliyetçi Harakat partiyasining parlament a'zosi professor doktor Kamil Aydın qatorliqlar bilan ko'rishgan va Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligi va madaniyat vayronchiligi to'g'risida tafsiliy tayyorlangan dokladlarni sunib, Türkiye jamoat fikri va siyosiy sohalarining Uyg'ur xalqi duch kelayotgan zulmga qarshi kuchli pozitsiya tutishining muhimligini ta'kidlashgan. Qurultay vakillar o'migining sungan birinchi dokladida Sharq Turkistondagi Uyg'ur madaniyati va diniy meroslarining sistemlik vayron qilinishi alohida ta'kidlanib, nurg'un masjid va diniy binolarning cheqilishi, Mahmud Qashqari qabrisining ziyoratchilarga taqilishi va uning haykalining ilib etilishi qatorli qilmishlarning faqat fizikalik vayron qilishlar emas, balki Turk dunyosining tarixiy xotiralarini nishon qilgan siyosat ekanligini o'ttirib qo'ygan. Shundaqla Uyg'ur tilining ma'rif sistemasidan chiqarib etilishining yosh avlodlarni ona tilidan yiroqlashtiradiganligini, bu madaniyat assimilyatsiyasi jarayonining muhim bir qismi ekanligi tilga ilingan. Parlament a'zolariga sunilgan ikkinchi dokladda bo'lsa, Dünya Uyghur Qurultayıning sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Aysoning Turkiyaga kirish cheklamasi va davomlashayotgan qonuniy jarayonlar to'g'risida uchurlarni o'rtoqlashib, dokladda sud qarorlari cheklamaning bekor qilinishiga doir fikrlar o'ttirib qo'yilgan. Turkiya parlamentida elib berilgan bu uchrashuvlarda parlament a'zolari Uyg'ur xalqini qo'llaydiganligini bildirishib, kishilik huquqning dafsanda qilinishi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'g'risida aniqlikni saqlashning zarurligini ta'kidlashgan. Professor doktor Erkin Ahmad 8 may juma kuni yana Ankara, Sincan, Alifat, Başkil, Anatoliya o'tir maktabi tarafidan uyushtirilgan Türk dunyosi va Turkiya temisidagi ikkinchi qatimliq ilmiy muhokama yig'iniga qatnashib, Uyg'urlarning tarixiy o'tmishi, madaniyat maroslari va hozirgi ijtimoiy va siyosiy masalalarni umumyuzlik tanishtirib, Uyg'urlarning asrlardan buyon Turk islom madaniyatiga qo'shgan to'kpilarini tilga ilib, ularning tili, adabiyoti va madaniyat xotirasini qo'g'dashning muhimligini ta'kidlagan. Yaponiyaning Uyg'ur tashqi ishlar muavin ministri Arfiya Ablatning O'zbekiston ziyoratidagi Uyg'urcha so'zi ta'sir qo'zg'agan. Uyg'ur farzandi Yaponiya tashqi ishlar muavin ministri Arfiya eri, ya'ni Alfiya Ablat bu hafta O'zbekiston va Qozog'iston qatorliq O'rta Osiyo jumhuriyatlarida ziyoratda bo'lgan. Uning O'zbekiston ziyoratida Uyg'urcha so'zlashi Uyg'ur jamiyati va Turk dunyosida ta'sir paydo qilgan bo'lib, muhojiratlik Uyg'urlarni Uyg'ur tilining diplomatiya tili sifatida xalqaro sahnaga chiqqanligi iftixorlantirgan. O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi munosabatlarga qanday baho berasiz?
Rahmat. Men o'zim, onam o'zbek. Bu qatim birinchi qatim O'zbekistonga kelishim. Shunchalik xursand bo'ldim. Bugungi yig'indami Konotaro parlament a'zosi bilan, ministr bilan shunchalik uzoq vaqt O'zbekiston bilan Yaponiyaningki, bundan keyinki Shundaqla O'zbekistonliklar Uyg'urchaning tarjimonsiz tushunilganligiga hayronlik bildirishgan. Elfiya Ablat o'tgan yili O'zbekiston prezidenti bilan Yaponiyada ko'rishgan chaqdimi Uyg'urcha milliy kiyimlarni kiyib chiqib qarshi olgan va kutib olish jarayonida diplomatik ziyofatlarda Uyg'urcha gap qilib, Uyg'urcha usul o'ynagan edi. Arfiya Ablat bu qatimqi ziyoratida Qozog'istonning Kazmunaygaz shirkatining boshlig'i Asqat Hosinov bilan ko'rishib, Qozog'iston neftini Yaponiyaga to'shish plani ustida so'zlashgandan boshqa yana Qozog'iston taraf bilan kon boyliqlarini echish, muhit asrash va zamonaviy texnikalarni o'rtaq qo'llanish temasida suhbatlashgan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundim. Keyingi qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.